Türkiye taratqularının 3 noyabr xabar qilishicha, Türkiye İçki İşler Ministri Süleyman Soylu ziyoratga kelgan Xitoy Jamoat xavfsizligi ministrligining muavin ministri Du Hongbi'ni qabul qilgan. Arqadan ikki taraf axborotga yepiq bir yig'in o'tkazgan. Egilishicha, Xitoy hay'atining tarkibida Xitoyning Turkiyadagi bosh elchisi Liu Xiaobin, Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining muavin noziri Pan Shi, Xitoy jamoat xavfsizligi terrorlikqa qarshi turish ishxonasining muavin mudiri Gao Fei qatorliqlar bor ekan. Hay'atlarda yer olgan ismlar bu uchrashishda Uyg'urlarga aloqador masalalarning muzokara qilinganligiga ishorat qilmoqda. Xitoy Komünist hokimiyati atalmış yuqumning oldini olish siyosati nomida inson qalbidan chiqqan cheklama va bostirishlarni davomli oqlab texmi kuchaymoqda. Shundaqla irqiy qirg'inchilikni karantinning yolg'onchiligi bilan yoshirishga urinmoqda. Ochiq manbalardan elingan sin xotirasiga qaraganda 3 oydan buyon uyiga qamalgan bir oiladan musibat xabari kelgan. Uçurga qaraganda harbiylikdan amdili qaytib kelgan va uzun muddat yolg'iz qilish sababidan buruqtirma bo'lgan bir Uyg'ur yosh 3 oylik homildor ayolini o'ldirgan. Orqadan binodan sakrab o'zini o'ldirib olgan. Sababi texi aniq bo'lmagan bu voqea Xitoyning atalmış virusga qarshi tadbirlarga bo'lgan andishlarni kuchaytmoqda. 10 ayning 31 kuni Xitoydan qo'yib berilgan va olam punkti qurilishining eng oxirgi modeli bo'lgan Mangtian tajribaxonasi modeli to'shilgan uzun safar Y4 to'shig'uvchi raketaning 23 tonnalik gavdasi yer shariga qarab kontrolsiz bir shaklda tuvallamoqda. Egilishicha, Turkiya raketaning tushib ketish ehtimolligi bor joylarning biri bo'lib, Turkiya olam qatnashi idorasi o'zlarining Xitoy bilan aloqa qilayotganligini e'lon qildi. Koreya Davlat Mudofaa Ministri Lee Jong-suk, Amerika Mudofaa Ministri Lloyd Austin bilan Shimoliy Koreyaning taktikalik boshqariladigan bombalarni o'z ichiga olgan yadro qurollarini ishlatishga qarata Kim Jong-un hokimiyatining oxirlashishiga sabab bo'ladigan bir qarshilik berish haqida fikr birdakligi hosil qilganligini bildirdi. Avstraliyada biletini hisoblash jarayoni tamomlangandan keyin davlatning eng uzun vazifa o'tagan bosh ministri Benyamin Netanyahu boshchiligidagi so'ng 10 qanot guruhi 120 kishilik parlamentda 64 vakilga erishgan. Xabarlarga qaraganda, Avstraliya tavallikidagi falastinliklarning ikki partiyasi ayrim holda 5 dan jami 10 nafar parlament a'zosi chiqargan. Xabar qilinishicha, ijtimoiy aloqa shirkati Twitter juma kuni xodim qisqartishni planlagan. Buningdan ilgari Tesla va SpaceX'ning bosh ijroiya amaldori Elon Musk'ning Twitter'ini 44 milliard dollarga sotib olgandan keyin shirkatning 7500 xizmatchisi ishdan bo'shatilganligi to'g'risidagi xabarlar chiqqan edi.